Meni grija bezovta qilardi. Avvalo mana shu mahsulotni olib ichganimdan keyin suyaklarimda og'riqlar qoldi. Grija qaysi qismda edi? Grija bel qismida. Necha santimetr? 9 santimetr. Ha. 8 7-6 santimetr. Necha yillik bu grija? Bu 6 yillik grija. 6 yildan beri qiynalib kelardingiz. 6 yildan beri qiynalib kelardim. Nima jarayonlarni amalga oshirdingiz buni yo'qotish uchun? Buni yo'qotish uchun bansalarda yotdim. Turli-tuman lecheniyalar oldim. Oxirgi borganimda shu umurtqam jinday siljib qoldi. Undan keyin bir tomonga yonboshlab qoldim, o'ng tomonga. Qiyshayib yuradigan bo'lib qoldim. Keyin Andijonga bordim, Farg'onaga bordim, Qo'qonga, bormagan joyim qolmadi. Uni tuzatish kerak bo'ldi. Qayerga borsam faqat operatsiya dedi. Operatsiya qildirdim oxiri. Grijani oldirib, o'sha umurtqa pog'onam siljigan joyiga fiksator qo'ydirdik, 4 talik. Undan keyin operatsiyadan keyin ham suyaklarim og'riydigan bo'lib qoldi. Oyog'imni yerga bossam, juda ko'p og'riq kuchayib ketadigan bo'lib qoldi. Keyin shu dorini eshitdik, shuni ichdim. Mana endi o'sha 2 oy ichganimda suyagimda og'riqlar qoldi. Kim tavsiya qildi? Buni bizga Shahzodbek tavsiya qildi. Xulqaro ekovlari. Qaysi mahsulotni qanday dozada iste'mol qildingiz va sizdagi 10 kunlik, 20 kunlik dastlabki o'zgarishlar haqida gapirib bersangiz? Karoliy kalsiyni shu 10 kun ichganimdan keyin sekin-sekin og'riqlar pasayishni boshladi. Keyin koenzim ichdim orasida, ikkovini. Kalsiyni 5 tadan ichdim. 5 tadan ichdim. 2 oyda keyin shu suyagimdagi og'riqlar to'xtadi. Yaxshi bo'lib qoldim mana, Xudoga shukr. Xo'sh, o'sha hozir bir korobkani to'liq ichib bo'ldingizmi, hali yana bormi? Bir korobkani ichib, ikkinchi korobkani boshladim men. Bir korobka mahsulot necha oyga yetdi sizda? Bir korobka mahsulotni men 2 oyda ichib oldim. 2 oyda yuqorida ko'tarilgan dozada ichdingiz. Ko'tarilgan dozada ichdim. Eng chiqqan doza, ko'tarilgan dozasi nechagacha chiqdi? 5 ta kalsiy ichdim, 2 tadan koenzim ichdim. Tushunadi. Xo'p, ikkinchi korobka mahsulotni oldingiz. Ikkinchi korobkani oldim. Oralarda pererif bo'ldimi? Ha, oralarda pererif bo'ldi. O'sha pererif bo'lganda yana o'sha oldingi holatdagi og'riqlar takrorlandimi? Takrorlanmadi. 1,5 oy pererif bo'ldi, takrorlanmadi. Suyagimdagi og'riqlar ham eng qizig'i davleniya ham umuman oshmadi. Davleniya ham umuman oshmadi. Endi ko'pchilik bizning kuzatuvchilarimiz kommentariy yozadi, ichmanglar, o'rgatib qo'yadi. Har xil og'riqlar takrorlanadi, bo'lmaydigan narsa degan. Nima deysiz shu fikrlarga? Bo'ldimi shunaqa? Fikrga men qo'shilmayman. Men 1,5 oy rosa zo'r yurdim. Keyin ikkinchi korobkani yana boshladim. Chunki bu menga foyda berdi-da. Foyda bergani uchun yana ichdim. O'rgatib qo'yishlar bo'lmadimi? Qandaydir xumor qilishlar yoki Yo'q, unaqa narsa bo'lmadi umuman. Tushunarli. Xo'p, bu mahsulotni ichganingizdan so'ng qaysidir kasalligingizda olib ichgansiz? Boshqa kasalliklar ham ketdimi, paydo bo'lib? O'sha qon bosimim kuchli yurardi. 160 ga 100 yurardi. O'sha narsalar yo'q bo'ldi. Yana qaysilar bo'ldimi? Shu bel og'riqlarim, oyoq og'riqlarim hammasi yo'qoldi. Tushunarli. Shu foyda berganicha yana ichyapman mana qaytadan. O'zingiz ichdingizmi yoki kimlargadir yana oilaviy tavsiya qilib singillarimda ham bor edi grija. Singillarimga aytdim, ular ham ichyapti. Ular birinchi korobkani tugatgan yo'q, ular ham ichyapti. Natijalar olishyaptimi? Olishyapti ular ham. Rahmat. Xo'p, buni nima deb o'ylaysiz? Faqat bemor insonlar, kasal insonlar ichish kerak deb o'ylaysizmi? Endi buni avvalo menga kasalligim uchun foyda berdi. Sog'lom insonlar ham ichsa bo'laverar ekan deb tavsiya qilyapman men hozir. Kasallikni oldini olishda va davolashda. Kasallikni oldini olishda iste'mol qilinadigan. Necha yoshdan necha yoshgacha ichsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Buni endi 4 yoshdan yuqori nimagacha ichsa bo'laveradi. Yosh tanlamaydi. Nevaramda kichkina nevaram 1,5 yosh bo'ldi. 1,5 yoshgacha mana tepadagi nimasi bitmadi. Shundan ichkizdim. Bitib ketdi o'sha nimasi. Qancha ichdirdingiz? Shundan 1 oy ichdi. 1 oy nechtadan ichdi? Bittadan berdik 1 oy. 1,5 oyda to'liq qotib, joyiga keldi. 1,5 oyda qotib, joyiga kelib qoldi. Hozir holati qanday? Hozir zo'r holati. Bitib ketdi o'sha nimasi. Xo'p. Sizni kuzatayotgan tomoshabinlarga aytar fikringiz bo'lsa, minnatdorchiligingiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Men bu kompaniyaga rosa yaxshi minnatdorchilik bildiraman. Xursandman bulardan, Shahzodbekka, Xulqaroga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu nimani olib ichinglar, mahsulotni.
bu har qanday kasallikka dori ekan mana. Men buni boshimdan o'tkazdim. Juda qiynaldim men. Operatsiyadan keyin ham juda qiynaldim. Shu qiyinchiliklarim mana hozir esimdan chiqib ketdi, qiynalganlarim.